Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. O'tgan safar kelgan yuklarimizni obzorini bitta qilishni boshladik, xudo xolasa. Hozir Bugatti Panigale 4V modelimiz obzorini qilib beramiz, replikani. Qo'ldan kelgancha, xudo xolasa. Dizaynga o'zlaring baho beringlar. Ajoyib qizil, yarki rangda kelgan, buni qora qizilligi ham bor. Bakovoylari ham o'zgacha dizaynda qilingan, bitta ham pavorotlar yonadi. Oldi ham ajoyib. Hop. Oldi orqa tormozi o'sha jiddiy bo'ladi. Oldida ikkita nimaligi diskali. Hatto qo'shimcha yana paralar o'rnatilgan. Yo'l. Motor hajmi 400 talik injektorlik motor, balansirovkali motor o'rnatilgan. Dizaynga o'zlaring baho beringlar, hurmatli obunachilar. Juda ajoyib chiroyli chiqdi. LED faralar. Ikkitali vyuhut. Ovozi ancha yaxshi chiqadi, xohlasa. Baklari ancha katta ekan, 17 tali, xohlasa. Bu toychoqning maksimal tezligi 170 km/soat. 100 km/ga 8 litr benzin sarf qiladi. Amortizatori monon va переверtиш amortizator o'rnatilgan. ABS sistemasi bor. Yangilangan LED tablolar. Ikkitadan portda. Bitta ovozini eshitamiz, hurmatli obunachilar. Ana, hurmatli obunachilar, ovoz ovozi ham mashina ekan, mazali minigon ekan, xullas. Kimga kelsa aloqaga chiqarasizlar, manzilni tushirishda Sergeli Xonobodda joylashganmiz. Xudo xohlasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Hujjatda hamma yog'i joy-joyida, inshaalloh. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana bitta qorasi ham bor, mana qora qizilligi mana. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Kimga qaysi rangi ma'qul bo'lsa, o'shani kelib ko'rib olishlaring mumkin, hurmatli obunachilar. Manzilimiz Xonobodda joylashganmiz. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz inshaalloh.